Assalomu alaykum, yana sizlar bilan Daris Bozorov. Bugungi video rolikda biz sizlar bilan ehtimol so'nggisi bo'lgan Dream agentni ochib ko'ramiz. Men uchun so'nggisi, balkim unda hozir buni ochamiz. Men Instagramga tushib ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb push. Chiqishlar ajoyib, turkiyalik va istagim amalga oshdi do'stlar. Yıldız tushishini xohlavdim va keyin yıldız tushdi. 87 zarba kuchlari va 92 to'p nazoratlari bo'lgan. Kenan Yıldız 84lik kartasi, Dream Star kartasi. Endi Yıldızda bitta o'yin o'ynab ko'ramiz. Hozir Mbappeni o'rniga qo'yamiz. Taktikani to'g'irlash kerak va 4-4-2 taktikasi qo'yamiz. Yıldız reserv bo'yinda paydo bo'ldi va Harry Kane o'rniga joylashtiramiz. Va Cresponi ham tarkib to'g'irlab olamiz va bo'ldi. Menda do'stlar hozir bitta Berg, bitta Sivillar 2 ta, Tizolis 3 ta va Suarez 4 ta va hozir mana Yıldız bilan 5 ta Dream Star futbolchi bo'ldi. Biz endi boshlaymiz birinchi o'yinni Yıldızni. Haaland, Yıldız. Hozir Yıldız. Yıldız Yo'lurans va darvozabon qaytaryapti hozir. Borges, Pepe to'p qo'ydi. Hernandez, Yıldız to'p bilan ketyapti. Yıldız, Kenan hozir o'tgani qo'ymadi, yana qo'ymadi. Teo pas ham o'tmadi. Rosario, Pepe, Saliba qo'yadimi? Olib qo'ydi. Messi yo'q, o'tmadi pas. Teo yaxshi. Yıldız to'pni oldirib qo'ydi. Yıldız Costa, Van Dijk, Yıldız imkoniyat va bombosh o'rta. Bemalol xotirjam va Yıldızdan gol 1-0. Yıldızning debyut o'yinidagi debyut goli bu akkauntdagi va darvozabonni aldi. Van Dijkdan assist. Messi, Donnarumma pas. Valverde, Haaland o'tmadi pas. Rivaldo, Yıldız, Kenan, burchak zarbasi ishlayapti. Kenan, Yıldız, Rivaldo pas, zarba, Rodrining zarbasi to'singa arilar ustunga tegyapti. Saliba jarohat oldi. Keyin almashtiramiz uni. Rivaldo pas, Haaland zarba va 2-0. Rivaldodan assist, Haalanddan gol. 2-0. Hozir birinchi taym tugaydi. Hozir to'g'rilashga taktikani Berg deb o'yinga tushiraman. Bu taktikani tanlang. Bu taktikada Yıldızning ko'proq gol urish ehtimoli oshadi.
Hernandez ve Donnarumma'ga form bostirib berilgan ko'rib turibsizlar. Rivaldo olib qo'ydi. Rivaldo bo'lmadi. Urishda ham tugadi. Hozir Berg deb qo'yish kerak. Holand bo'lmadi. Pas Messi bosh bilan o'tmadi. Pas Rudiger, Valverde, Veygadan da to'p qo'yam. Rudiger yo'q. Hozir qarshi hujum ketib qolyapti. Saynis to'xtash kerak. Van Dijk patkal. Hozir nima bo'ldi? Jarima zarbasi yo'q. Penalti. Voy. Penalti. Saynis jarohat uryapti. Bu penalti qaytarish kerak. Vaqt save. Qanday save? Donnarummadan. Dahshatli save. Hozir sal qoldi. Donnarumma. Messi. Yildiz. O'tib ketadimi? Zarba 2-1 holatda va gol! Kenan Yildiz gol uryapmiz. 3-0 dubl Yildizdan. Kenan, Holand, Messi, pas, zarba va 4-0. Bu safar Berg uryapti. Norvegiyalik futbolchi. Bodogilmet futbolchisi. Klubi futbolchisi. Holand pas, Yildiz, zarba va gol. 5-0. Yıldız'dan hat-trick. Pepe. Yıldız, yana Yıldız. Pas beradimi? Yo'q. Aldamoqchi Yıldız. Zarba. Voy. Noaniq. 9 soniya qolyapti o'yin tugashiga. Teo, Holand. Pas mana yaxshi. Voy, Yıldız o'tib ketolmadi. Hozir Rudiger. Yaxshi. Donnarumma. Berg, Holand, Yıldız, yana Yıldız. Urush qanotdan. Yıldız 4 gol sari ketyapti. Yıldız. Halladi, yaxshi. Bittadan o'tdi. Ikkitadan o'tdi. Hozir 3dan o'tadi. Zarba. Voy, darvozabon qaytaryapti va o'yin tugayapti. Sizlar bitta o'yin tugadi. Yo'q, tugamadi. Ana endi tugadi. Va bu o'yin tugayapti. Yıldız birinchi o'yinida hat-trick qayd etyapti. Mayli do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni eslatamiz. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.